emas deb turib, yo'q, gunohi kabira sababli ekan dedilar. Bittalarini chaqimchilik bilan gap tashib yurganligini, ikkinchisini bo'lsa o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaganligini. Chaqimchilikni go'yoki barobar qildilarki, bavldan ehtiyot bo'lmasdan atroflariga najosni chachirashligidan qanchalik ehtiyot bo'lmayotgan bo'lsa, u bavl bilan ehtiyot bo'lmaslik jasadining pastki a'zolari bo'lsa, chaqimchilikdan ehtiyot bo'lmaslik og'zidagi bir chaqimchilikni islomda shu bavldan ehtiyot qilmaslik bilan barobar qilindi, birodarlar. Mana bu shuning uchun bu yerda aytilyaptiki, avh deb buhton, kizib narsalarni tashib yurishlik ekan. Shuning uchun biz hozirgi vaqtda islom millati haqiqat ro'yobga chiqayotgan vaqtda nihoyatda o'zlarini tarix oldida javob berishligini his qilmoqlari kerak. Har xil so'zlarni tarqatib yurilishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Xususan hozirgi davr, yana takror aytamiz, hamma dushmanlar ko'proq shu islom tarafiga qaratilgan, birodarlar. Buni hamma yaqqol sezib turibdi shuni. Shuning uchun musulmonman degan kishilar juda ehtiyot bo'lmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo Bismillahirrohmanirrohim. İmam Tirmizi o'zlarining Jami' sahihlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis sharifni rivoyat qilyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Kafa bika isman alla tazala muhasiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, senga gunohlikka kifoya qiladi, doim kishilar bilan husumat qilib, janjal qilib yuradigan kishi bo'lib qolishliging degan ekanlar. Odamlarga doim qichqirishib, shovqin so'ron qilib yurishlik, o'zi gunoh qilib yurishlikda boshqa suratini qilmayotgan bo'lsa ham shu gunohkor bo'lishlikka o'zi kifoya qiladi degan ekanlar. Estaizu billah, la yuhibbullohu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Yomonlik bilan shovqin so'ron qilib, qichqirib yurishlikni Alloh suymaydi. Magar mazlum tarafidan bo'lgan qichqiruv bo'lsa, mazlum o'zini haqqini talab qilib qichqirsa, yo bir mazlumni yonini olib bir kishi qattiq husumat qilib yurishlik, bu hozirgi aytilgan hadisdan mustasnodir, birodarlar. Husumat faqat bir mazlumni ya haq berilgan va yana mazlumni tarafini olib yurgan kishi uchun ham husumatga haqlidir. Ammo doim o'zini haqqi bo'lmagan holatda, mazlum bo'lmagan holatda kishilar bilan husumat qilishlik bilan maza qilib yuradigan odamlar ham bor. Agar husumat qilib, janjal qilib turmasa, hayotini go'yoki bekor o'tayotgandek his qiladigan kishilar bor. Doim qayerda bo'lsa bir janjal chiqarishlikni paydo bo'ladigan kishilar bor. Shu odamlar agarki boshqa sohalarda gunohkor bo'lishmasalar ham, gunoh ish qilmasalar ham o'zi gunohkorlikka shu qilib yurgan ishi yetarlidir. Ahmad ibn Hanbal hadis to'plamlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan quyidagi hadisni rivoyat qiladilar. Bismillahirrohmanirrohim. Man mata ala shay'in ba'athahu Allohu alayh. Qaysi bir kishi vafot qilgan bo'lsa, biror narsa bilan shug'ullangan holatida Alloh taolo uni qiyomat kuni
tiriltirganda shu qilayotgan ishi, mashg'ul bo'layotgan narsasi nima bo'lsa shu bilan tiriltiradi. Mana bu hadis sharifdan hammamiz bilishimiz kerakki, o'lim qachon kelishligini hech kim bilmaydi. Qaysi bir narsa bilan shug'ullanib yurgan vaqtida o'lim kelsa, qiyomat kuni shu holatda tirilar ekan. Agar bir kishi ta'lim bilan yoinki ta'allum bilan yoinki dinga bir xizmat qilib yurgan holatda jon taslim qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni qiyomat kuni ham ana shunday yaxshi holatda tiriltiradi. Shuning uchun yaxshi ishlarni qilishlikka hamma ham qilmoqi kerak. Xususan yoshi katta bo'lgan kishilar odatda o'limga yaqinroq turishadi. Shunday bo'lgandan keyin bular doim yaxshi ishni ustida bo'lmoqlari kerak. Xususan hozirgi zamonda kishilarga ta'lim berishlik, dinni o'rgatishlik yaxshi ishlarni birinchi safida tursa kerak. Allohu a'lam. Mana Said ibn al-Musayyab qarib qolgan ekanlar. Shunda jihodga ketishayotganlarida Said ibn al-Musayyab ham birga chiqqan ekanlar. Farzandlari aytganlarki, siz qaridingiz, biz sizni vazifangizni o'tayapmiz, siz qolavering deganlarida musulmonlarni biror bir xizmatiga yarab qolarman degan ekanlar. Shunda bu xizmatlarni boshqalar o'taydi deyishganlarda ham hech bo'lmaganda musulmonlarni safini bitta bo'lsa ham jihodda ko'paytirib turaman ashlarni ichida degan ekanlar. Abu Ayyub al-Ansoriy bu kishi uzoq umr ko'rganlar. Qabrlarini Rum viloyatida deb aytiladi. Umrlarini oxirlarida ham shu jihodda birga bo'lgan ekanlar. Shu yerda dafn qilinib shahid bo'lgan ekanlar. Ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, sizlar men mana shu jangda agar shahid bo'lsam, meni shu shahid bo'lgan joyimga dafn qilinglarda, qaytib kelayotganinglarda shu qabrimni yonidan o'tinglar, otinglarni tuyog'ini eshitib yotay degan ekanlar. Ana bular hammalari o'tgan zotlar umrlarini oxirlarida bu qanday holatda ketishligini ular yaxshi bilishganlar. Eng yaxshi holatni tanlashganlarki, dinga xizmat qiladigan holatda ketaylik deyishganlar. Ular inshaalloh ana shu holatda tirilishadilar. Shuning uchun ham haj mavsumida haj amallarini qilib ihromda jon taslim qilgan kishilarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bashorat berdilarki, qiyomat kuni labbayka aytib turib tiriladi dedilar. Mana bu hadisga muvofiqki shu mazmunlar mannata ala shay'in ba'athahullohu alayh. Qaysi bir kishi nima ish bilan mashg'ul bo'lgan holatda ketgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shu holatda uni tiriltiradi. Alloh saqlasin ma'siyat holatida ketishlikdan. Alloh saqlasin mana qanday bir munkar ishlarni qilayotgan vaqtlarda jon taslim qilib ketganlar ko'p. O'zini shariatga xilof bo'lgan ishlar bilan shug'ullanib turgan vaqtida, dinga qarshi kurashib turgan vaqtlarda ketganlar mana son sanoqsiz. Alloh saqlasin bo'ldi. Shariatga xilof bo'lgan ashurlarni aytib turgan vaqtda jon taslim qilib qo'yganlar ko'p mana. Qaysi holatda jon taslim qilsa Alloh subhanahu va taolo shu holatda tiriltiradi. O'lim yosh qariga bir xil, qachon kelishligini hech kim bilmaydi. Shuning uchun umrini qanday o'tkazishlik haqida, qiyomat kuni qanday tirilishlikni xohlagan bo'lsa, shu holatda o'tkazishlikka harakat qilinmoqligi kerak. Uchun Yusuf alayhissalom shunday dabdabalik holat, aka-ukalari, ota-onalari hammalari huzurlariga kelib, Misrni podshohi bo'lib turganlarida shunda duo qildilarki, mana duolarning oxirgi qismi tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Meni musulmon holatda vafot toptirgin